Rahmatli bo'laman. Bugun 14-iyun 2025-yil Oqdor tuman hokimlik binosida tadbirkorlar bilan mijozlar va fuqarolar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazish belgilangan. Bundan asosiy maqsad tadbirkorlik qilish istagi bor fuqarolarga tadbirkorlikni boshlash uchun yordam berish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan mijozlarni tadbirkorlikni kengaytirish uchun kreditlar ajratish va yangi ish o'rinlari yaratish orqali tumanimizdagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikka yo'naltirish, daromadini oshirish asosiy vazifa qilib belgilangan. Bu uchun bizda hozirda quyidagi kreditlar mavjud bo'lib, 5 million so'm biznesga birinchi qadam loyihasidan doirasida 5 million so'm 1 yilga kreditimiz mavjud. Sug'urta bilan kafillik bilan. Foizlar 23% ayollarga, 25% erkaklarga. Biznesga ko'mak loyihasidan 12 million so'm. Bu ham sug'urta polisi bilan kredit kafilligi bilan. Buni ham foiz ayollarga 23%, erkaklarga 25%. Mahalla loyihasi 50 million so'm mavjud. Bu ham ayollarga 23%, erkaklarga 25%. Buni 5 yil, 2 yil imtiyoz davri bilan kreditlar agar kerak bo'lsa, sizlar biroz